Hammaga salom. Men O'zbekistonda tug'ilgan ozarbayjonlikman. Ismim Layla va bugun sizlar bilan ikkala tomonlarni o'xshash taraflarni sizlar bilan gaplashmoqchiman. Birinchisi bu qoshlarimiz. Bizda ham ko'pincha oilalarda qosh terish turmushga chiqmagunizcha mumkin emas va shuning uchun maktabda men mana shunaqa qoshlar bilan yurardim. И plus mo'ylovlarim ham bo'lgan. Uyalmayman chunki ota-onam ruxsat bermagan mo'ylov bilan qoshimni terishga, shuning uchun shunaqa. Ikkinchisi bu telefon. Birinchi telefonimni xolam olib berganlar 17 yoshimda. Sizlar yozinglar necha yoshinglarda telefon birinchi marta telefon olishgan. Uchinchisi bu choy. Biza plus 60 gradus bo'lsa ham choyni juda yaxshi ko'ramiz. Issiqdan o'lay desak ham choy ichamiz. Har kun, har minut, har daqiqa choy. Bu bizani eng yaxshi ko'rgan narsalarimizdan biri. To'rtinchisi bu ovqat. Misol boshqa davlatlarda, Rus va shunaqa davlatlarda ko'pincha ovqatlar, mehmon kelganda ovqatlari pasta shunaqa narsalar. Bizda esa aksincha o'zbeklarga o'xshab osh, kabob, shashlik, somsa, do'lma shunaqa ovqatlarni pishirib stolga qo'yamiz. Biz uchun mehmon kelganda go'shtli ovqat ko'p qilish kerak. Beshinchisi bu dugonamni uyida qolish mumkin emas. Например, meni uyimda kelib qolsa bo'ladi. Но men nochovkaga bora olmayman. Sizlarda qanaqa bo'lganligini yozinglar. O'xshash tomonlarimiz bormi, yo'qmi, o'shani ham yozinglar. O'zbekcham juda zo'r emas, no ozarbayjonlik bo'lib o'zbek tilini bilishim ham juda zo'r narsa men uchun. Chunki vatanimni tilini bilish men uchun shart. Ko'p ozarbayjonliklar bilmaydi, ko'pi. Kami biladi, ba'zilari biladi. Savolinglar bo'lsa, yozinglar, kommentariyada kutaman. Obuna bo'lishni esingizdan chiqarmanglar. Hammaga rahmat. Xayr.